1453-yil Sharq bilan G'arb tutashgan joyda ming yillik imperiya so'nggi nafasini olayotgan edi. Devorlari asrlar davomida yengilmagan bu shahar Konstantinopol. Bu shahar bir vaqtlar Rim imperiyasining yuragi edi. Bu ilm, savdo, xristian dunyosining markazi bo'lgan. Ammo uning darvozasi oldida ulkan bir qo'shin turar edi. Atigi 12 yoshli sulton Mehmet II u bolaligidan bir orzu bilan yashagan. Konstantinopolni egallash. Bu oddiy urush emas edi. U tarixni o'zgartirgan jang edi. 1453-yil 6-aprel tongida Usmonli qo'shini shahar ostonasida 53 kun davom etgan qamal va 29-may tongida hal bo'ldi. Bu bir imperiyaning tugashi, yangi davr boshlanishi edi. Bu Konstantinopol qulashi hikoyasi edi.